Biz Xontam oroliga sayohat qildik. Orolga Vinpearl portidan suzadigan speedboatda yetib oldik. Ko'pchilik taniqli orolga borish uchun navbatda turganda, biz boradigan orolga alohida yo'lakdan chiqdik. Vinpearlni yoqalab, Xontamgacha 10 minutda yetib oldik. Sirazu registratsiyadan o'tib, brasletlarimizni oldik. Shundan so'ng biz territoriyani o'rganishga tushdik va kiyinish joyigacha yetib bordik. Kiyimlarni shu yerda qoldirsa bo'ladi, lekin 2000 dong garovga qoldirish kerak. Tezgina cho'milish kiyimini kiyib, loy vannalar tomon yo'l oldik. Bizga alohida iliq vanna tayyorlab berishdi va u yerda 20 minutcha o'tirdik. Keyin gidromassaj va katta basseynga bordik. Bu yerda ovqatlanish uchun ikkita vaqt belgilangan: 11 da va 12 da. Restoran katta, ovqatlari ham xilma-xil. Dengiz mahsulotlari, salatlar, mevalar, o'zingizga yoqadigan narsani albatta topasiz. Obeddan keyin orol bo'ylab aylandik, dengizda cho'mildik va uyga soat 4 da oxirgi speedboatda qaytdik. Vyetnam haqida ko'proq bilib olishni istaysanmi? Podpiska bosib, postni saqlab qo'y. Oldinda yanada qiziqarli lokatsiyalarni ko'rasan.